Assalomu alaykum qadrli bizni obunachilar. Bugun ko'pchilik akalarimiz so'ragan agroservis do'konlaridagi hamma so'ragan eng kichik motobloglarimizdan eng kattasigacha sizlarga qo'ldan kelgancha obzorlarni qilib o'tamiz. Kimga mana shu turdagi texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Hozirgi paytda assortiment juda ham ko'p akalar. Bemalol kelib motobloglarda optim narxlarda eng arzon narxlarda sotib olishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bizning do'konlarimizda eng kichik bo'lgan 3 ot kuchlidan boshlab 17 ot kuchli motobloglarimizdan har xil assortimentda olib kelib qo'yganmiz akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu motobloglarimizni hozirgi paytda 3 ot kuchli, 5 ot kuchli, 7 ot kuchli Ferrari motobloglarimiz, 7 ot kuchli benzinlik oddiy prostoy motobloglarimiz va 9 ot kuchli starter kalitli motobloglarimiz. Undan tashqari 9 ot kuchli benzinli motobloglarimiz. Undan tashqari Solarishning 7 ot kuchli modellari, Solarishning 15 ot kuchli modellari va undan tashqari Texa firmasidan 7 ot kuchli benzinlik va 17 ot kuchli satellitlik 360 gradusga buriladigan motobloglarimizni yangi partiyalari yetib kelgani munosabati bilan hozir bu motobloglarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha va to'liqroq ma'lumotlarni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Bu motobloglarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda kelib mana shu holatda xohlaganlar yig'ilgan, xohlaganlar upakovka holatda ham sotib olishlaringiz mumkin. Va hozirgi paytda bu motobloglarni siz arzon narxlarda sotib olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, videoga hoziroq bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga omad deb yozib qoldirib qo'ying. Do'konimizga kelib xohlagan motoblogingizdan birini xarid qilib olganingiz uchun hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham skidkalarni qilib beramiz akalar. Xo'p, bo'lmasa akalar, birma-bir motobloglarimizni tanishtirishdan boshlaydigan bo'lsak, ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan uyga xo'jalikka ishlatish uchun mana shu joyda ko'rib turgan motobloglaringizni hammasini ishlatishlaringiz mumkin. Lekin bu motobloglarda quvvati tomonlama aytib o'tganimdek 3 ot kuchlidan boshlab 17 ot kuchligacha motobloglarda assortimenti ko'p. Shuning uchun motoblog tanlashda mana shu videoni ko'rib olishlaringizni tavsiya beramiz. Hozirgi paytda ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan 3 ot kuchli mini kultivatorlarimizni tanishtirishdan boshlaydigan bo'lsak, bu mini kultivatorlarimiz asosiy shahar joylarga bo'ladi. Bu degani kichikroq territoriyali 1 sotik, yarim sotik, 1,5 sotikgacha bo'lgan yer maydonlarda haydab pagatlarni olib yurish uchun mo'ljallangan. Bu 3 ot kuchli variant akalar. Yoqilib o'tirib benzinli qilib ishlangan bu modelimiz soatiga 100 gram benzin rasxod qiladi. Benzin rasxodlari oz bo'lishiga qaramay, motoblogimizda 4 qatorli frezalar qo'yilgan bo'ladi. Bemalol yerlarni haydab, agatlarni olishga ishlatsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek, yarim sotikdan 1 sotik, 1,5 sotikgacha shahar joylar olib foydalansa yaxshiroq akalar. Agarda sizga bu turdagi kichikroq modeli emas, oddiyroq prostoy varianti emas, 5 ot kuchli variant kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana shu variantni benziniga avtol qo'shilmaydigan variant hisoblanadi. 5 ot kuchli varianti. Bu motoblogimizda yurgizish joylari zavodnoy orqali yuradi. Benzin boklari 2 litrli benzin boklaridan qo'yib ishlangan. Bu motobloglarimizni bir-biridan farqi, bunisiga benziniga avtol qo'shilmaydi akalar. Kartiriga antenni 250 gram yog' quyib ishlatilinadi. Bu motoblogimizda yurgizib olganingizdan keyin оборот hisobiga ishlaydi. Gazni qo'shadigan bo'lsangiz, motoblog ishga tushadi. Gazni qaytaradigan bo'lsangiz, avtomatik to'xtaydi akalar. Xo'p, vozdухni filtrlarigacha qo'yib o'tilgan, frezalari 4 qatorli, reduktorlari katta 350 tali reduktor bo'ladi akalar. Bu mini kultivatorimizni 5 ot kuchli varianti. Narxlari bilan ham tanishtirib o'tib ketamiz. Hozirgi paytda bu 3 ot kuchli variantlarining narxi 1,300,000 so'mdan boshlab 1,500,000 so'mgacha bor. Agarda sizga 5 ot kuchli variant kerak bo'ladigan bo'lsa, 5 sotikdan boshlab 15 sotikgacha bo'lgan yer maydonlaringizni haydab, jo'yaklarni olib va kultivatsiya qilish uchun mana shu 5 ot kuchli variantlardan olishlaringizni tavsiya beramiz. Bu 5 ot kuchli variantlarni hozirgi paytda 2,500,000 so'mdan boshlab 3,300,000 so'mgacha mana shu turdagi
reduktorlarning katta kichikligiga qarab va motorining quvvatiga qarab narxlarni kelishtirib beramiz. Imminda mana shu 350 talik katta korobkaligini narxi 3 million 200 ming so'm. Xo'p, undan tashqari 5 ot kuchli emas, 7 ot kuchli bo'lsa va faralari bo'lsa, mana shunday kechqurunda faralarni yoqib yurgani qulayroq bo'lsin degan akalarimiz uchun 7 ot kuchli benzinli motobloklarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bu 7 ot kuchli motobloklarimizni oddiy kichkina motobloklardan farqi hozirgi paytda yerlarni haydashda, agatlarni olishda, kultivatsiya qilishda, aravalarni tortishda va undan tashqari motoblogimizda yuklarni toshishda juda ham qulay variant hisoblanadi va aytib o'tganimdek faralari bilan kech payt bemalol ishlash imkoniyatini ham beradi. Motoblogimiz 7 ot kuchli benzinli, soatiga 0,5 litrdan 700 grammgacha benzin rasxod qiladigan, reduktorlari 350 talik va 450 talik variantlari bor. Bu farali variantlarini. Motoblogimizda oldiga 2 ta, orqaga bittadan skoroslari bor. Boshqarish uchun juda ham qulay. Bemalol 10 sotikdan 50 sotikgacha bo'lgan yer maydonlaringizga olib foydalanishlaringiz mumkin. Motoblogimiz hozirgi paytda o'zini komplektlariga frezalari, dokumenti, kulishlari va garantiyalargacha qilib beramiz. Narxlari hozirgi paytda farali motobloglarimizni 4 million so'mdan boshlab 4 million 800 ming so'mgacha mana shu turdagi farali variantlardan bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, 7 ot kuchli farasi bo'lishi shart emas. Eng prostoy motobloklardan ko'rsatgan, lekin narxi ham arzonroq bo'lsin, sifati ham o'shanga yarasha bo'lsin degan akalarimiz uchun 7 ot kuchli benzinli motoblogimizni 170 motorli varianti, yoqilg'i turi benzinli, yurgizish joylari zavodning orqali yuradi. Motoblogimizni boshqa turdagi 450 talik katta korobkali motobloklardan farqi reduktorlari 150 talik bo'ladi. Bu motobloklarimizni hozirgi paytda aksiya narxlarda atiga 3 million 500 ming so'mdan berib yuboramiz akalar. 150 talik kichkina korobkali yoqilg'i turi benzinli model 3 million 500 ming so'm. Komplektiga freza, dokument, kulishlarigacha qo'shib beramiz. Faqatgina garantiyasi bo'lmaydi. Xo'p, undan tashqari 7 ot kuchli motoblok emas, 9 ot kuchli statorli motobloklardan ham ko'rsatayim degan akalarimiz uchun 9 ot kuchli 5 stator va statorli motobloklarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bu motobloklarimizni yoqilg'i turi benzinli modeli hisoblanadi. Oldida LED farali stator kalitda yuradigan varianti va 9 ot kuchli 5 stator variantlari. Buni bir-biridan farqi faqatgina mana shu akkumulyatori va statorida bo'ladi akalar. Xo'p, hozirgi paytda bu motoblogimizda yoqilg'i turi benzinli bo'lishiga qaramay, soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. Hozirgi paytda bu motoblogimizni o'zini komplektlariga freza, dokument, kulich va original modellariga garantiyalargacha qilib beramiz. Hozirgi paytda bu motobloklarimizni 3 xil korobkaligi bor. 350 talik, 450 talik, 550 talik korobkali variantlari bor. Bularimiz farali variantlarning hozirgi paytda narxlari 4 million 800 ming so'mdan boshlab 5 million 500 ming so'mgacha bor. Agarda sizga 5 fara bo'lsin, lekin balonlari shiroki, katta balon va reduktorlari 650 talik, 550 talik katta korobkali variantlari kerak bo'lsa, bu motobloklarimiz hozirgi paytda komplektiga freza, dokument, kulich va 1 yildan garantiyalari bilan narxlarini atiga 5 million 500 ming so'mdan boshlab 6,5 million so'mgacha mana shu turdagi katta korobkali variantlardan sotib olishlaringiz mumkin. Agarda sizga benzinli motoblok emas, salarishli motobloklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu salarkali motobloklarimizni hozirgi paytda 7 ot kuchli salarishli variantidan yoqilg'i turi salarka va yurgizish joylari zavodning orqali yuradigan modellari. Motoblogimizda 173 motor, soatiga 0,5 litr salarka rasxod qiladigan varianti. Motoblogimizda oldiga 2 ta, orqaga bittadan skoroslari bor va reduktor qismi 450 talik, 550 talik variantlari bor. Bu motoblogimizda hozirgi paytda o'zini komplektlarda freza, dokument, kulich va original modellariga 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Bu motoblogimizda hozirgi paytda narxlari 5 million so'mdan boshlab akalar 6 million 600 ming so'mgacha variantlari bor. Eng katta 450 talik va 550 talik korobkali variantlari narxi 6 million 600 ming so'mgacha chiqadi. Narxlarni kelishtirib beramiz. Agarda sizga kichikroq modeli emas, katta
15 ot kuchli variant kerak bo'ladigan bo'lsa, 15 ot kuchli modellaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Bu motoblogimiz yoqilg'i turi salarka. Salarka boklari 5 litrli qilib ishlangan. Oldida LED farali bo'ladi. Yurgizish joylari bularda zavodnoy orqali yuradi. Motoblogimizda far sumkasi, apparati va boshqa turdagi zapchaslari tomonlama eng sifatli original modellardan qo'ydirib olib kelganmiz. Motoblogimiz soatiga 700 gram salarka rasxod qiladi. Motoblogimizda oldiga 2 ta, orqaga bittadan skoroslari bor va reduktorlarini ham bu motoblogimizda har xilcha assortimenti bor. Eng katta varianti 650 talik katta korobkaligi bo'ladi. Motoblogimizda hozirgi paytda 350 talik, 450 talik, 550 talik va 650 talik korobkali variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Bu korobkalarning nima uchun katta kichikligini aytib o'tayotganimiz sababi bu motobloglarimizda ichkari tomon shesterna o'qlari qalin shesterna o'qlardan qilingan bo'ladi va bloglarini talshinasi ham qalin bloglardan bo'ladi. Motobloglarimiz uchun garantiyasi o'zimizdan bo'lganligi uchun mana shunday original modellarga 1 yildan 3 yilgacha garantiya beramiz akalar. Bu motobloglarimizda hozirgi paytda mana shu turdagi balonlar shiroki, uski balonli variantlari bor. Bu motoblogimizning hozirgi paytda narx-navolari 6 million so'mdan boshlab 8 million so'mgacha 15 ot kuchli motobloglarni bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, reduktorining katta kichikligi va motoblogning sifatiga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Komplektiga freza, dokument, ключ va 650 talik, 550 talik katta korobkali variantlariga hozirgi paytda 1 yildan 3 yilgacha garantiyalargacha qilib beramiz. Undan tashqari hozirgi paytda xo'jalik bob va ro'zg'orbob modeldagi 7 kuchli TX motobloglarimizni original modellarni olib kelganmiz akalar. Bu motobloglarimizni hozirgi paytda 2 xil reduktorli varianti bor. 350 talik va 450 talik korobkali variantlari bor. Bu motoblogimizda ham oddiy 7 ot kuchli benzinli motobloglarimizdan bir xil bo'ladi. Yoqilg'i turi benzinli va yurgizish joylari zavodnoy orqali yuradi. Soatiga 1,5 litr benzin rasxod qiladigan qilib, karburatorlarni yaponskiy karburatorlardan qo'ydirib olib kelganmiz akalar. Motoblogimizda oddiy 7 ot kuchli benzinli motobloglardan farqi reduktorini usulinli variantligida. Motoblogimiz uchun 1 yildan 3 yilgacha garantiya qilib beramiz. Hozirgi paytda motoblogimizda oldiga 2 ta, orqaga bittadan skoroslari bor. Komplektiga freza, dokument, ключ va garantiyalargacha qilib beramiz. Narxlari hozirgi paytda 350 talik korobkali variantlari 4 million so'mdan chiqadi. 450 talik korobkali variantlari esa 4 million 500 ming so'mdan chiqadi. Undan tashqari 7 ot kuchli benzinli emas, 17 ot kuchli satellitli motoblog so'ragan akalarimiz uchun 192 motorlar bilan jihozlangan, starter kalitda yuradigan, 360 gradusga buriladigan, e'tibor berishlaringiz mumkin. O'ngga va chapga burilish uchun juda ham qulay qilib ishlangan satellitli motoblogimiz bo'ladi. Bu motoblogimizni hozirgi paytda yoqilg'i turi benzinli bo'lganligi uchun 5 litrli benzin moklaridan qo'ydirib olib kelganmiz va motoblogimizni soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. Motoblogimizda akkumulyatorlari ham gelvi, yaxshi akkumulyatorlardan qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimiz oldida LED faralar bilan jihozlangan va hozirgi paytda bu satellitli variantlari mana shu joyda ko'rib turgan motobloglaringiz eng full, eng oxirgi variant hisoblanadi. Motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin, bloglari ham katta bloglardan bo'ladi. Bularga nisbatan 650 talik katta korobkalardan qo'yilgan. Motoblogimizda hozirgi paytda 550 talik va 650 talik reduktorli variantlari bor. Eng arzon modellarining narxi 8 million so'mdan chiqadi. Eng original 650 talik katta korobkali satellitli motoblogimizning narxi 8 million 800 ming so'mgacha chiqadi akalar. Komplektiga freza, dokument, ключ va 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Aytib o'tganimdek, bizning do'konlarimizda assortiment juda ham ko'p akalar, bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Hozir aytib o'tilayotgan narxlarda albatta kami bor, kesalarni tushib beramiz. Faqatgina mana shu videolarimizni qo'llab-quvvatlab, like tugmasini bosib, kommentariyada omad deb yozib qoldirib qo'yishni ham unutmanglar. Kelib, xohlasangiz mana shuni yig'ilgan, xohlasangiz upakovka holatida ham sotib olishlaringiz mumkin.
Bizning do'konimizda bundan tashqari assortiment juda ham ko'p akalar. Boshqa turdagi 7 kuchli, 9, 13, 15, 17 kuchli har xil turdagi motobloklarimizdan bor. Kelib, bulardan ham bemalol tanlab, o'zingizga yoqqanini mana shu joyda ishlatib, yurgizib, tekshirib olish imkoniyatlaringiz bor akalar. Bizning manzillarimizni ham so'rayotgan akalarimiz bor. Manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agro servis do'koni. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.